99% mijozlarimizda aynan 77 seriya planirovkadagi xonadon so'rashadi. Aynan shunaqa xonadonimizda sotuvga qo'yildi. Bozorni sevuvchi mijozlarimiz bo'ladi-yu, ularga aynan muddao. Bu mehmonxona qismimiz, ko'rib turganingizdek, bemalol kirib kelib yashaladigan holatda turibdi. Keling, sizga planirovkasini ham tushuntiraman. Hamma xonalari razdel mana shu koridor orqali alohida kiriladi. Potoloklari ham baland, past emas. Keling, bu yog'imizda oshxonamiz bo'ladi. Hop, xolodilniklari bor. Mana bu yog'imizda chiroyli qilib tapcham zona qilingan. Bemalol oila davrasida mana shu yoqda o'tirsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda kuxonniy mebellarni chiroyli qilib qo'yilgan. Xo'p, romlarimiz akfadan rishotkalarigacha tayyor o'rnatilgan 4 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan xonadonimiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, algoritm bisyor to'yxonasini ro'parasida joylashgan. Mana bu joyimiz asosiy yotoqxona bo'ladi. Bunda ham dush, spalniy shkaflarigacha tayyor turibdi. Sanuzellarimiz ham razdelni joylashgan. Mana bu joyda hojatxonamiz va bu yoqda yuvinish xonamiz joylashgan. Kenggina 77 seriya planirovkani mana bunaqa fortichkadan ajratib olsanglar ham bo'ladi. Xo'p, bu yog'imizda esa detskiy yotoqxonamiz joylashgan. Detskiy yotoqxonani ham ko'rishinglar mumkin. Xullas kalom, mana shu xonadonimiz sotiladi. 70 kvadrat metr, 4 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan. 82 ming AQSh dollari so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor.